Yoshlar millatning buguni va kelgusining umidi yoshlar, yoshlarni qo'llash kerak degandek so'zlar biz har vaqt anglab turadigan dabdabalik so'zlar hisoblanadi. Ammo qandoq yoshlar millatning umidi? Yoshlar o'zida nimalarni hozirlagan bo'lishi kerak? Bugungi yoshlarda kim bo'layotgan narsa nima degandek nuqtalar balkim taxi aniq javob berilmagan yoki amaliylashtirilmagan masalalarimizdan biri bo'lsa kerak. İslam dini oliy g'oyasini amalga oshirish uchun yoshlarga ahamiyat berganda ulardagi adab, axloq, isil xislat va imtiyozlarga qaramasdan hammadan muhimi islomga bo'lgan mansubiyati va islomiy qoida prinsiplarga qanchalik rioya qilishi qatorliq nuqtalarga alohida ahamiyat bergan. Amaliyotda yoshlar islom orqali o'zining qadr-qimmatini topa oladi va kerak keladigan irodali kishilardan bo'la oladi. Islomsiz yoshlarda adab, axloq, sabr, toqat, vafo, sadoqat qatorliq axloqiy mezonlardan so'z ochqili bo'lmaydi. Shu sababdan bundaq yoshlarga ishonch qilib vazifa topshirish va mablag' solishda qiyinchilik yuz berdi. Bugünkidek jaholat patqiqiga petib ketgan, o'zi, vatani va millati haqida to'liq tushunchaga ega bo'lib bo'lolmagan bir millatni qutqizishdan iborat bu mushkul vazifani har jihatdan pishib yetilgan, qobiliyatli, layoqatli va fidokor yoshlar bilan amalga oshirg'ili bo'ladi. Shu sababdan vatan millat xizmatiga yaraydigan, yuqorqi sifatlarga ega talantli yoshlardan bo'lish bugungi yoshlikning talabi deb qarashga bo'ladi. Yoshlar o'z iqtidori va kuchini taxmi yaxshi joriy qildira olish uchun tuvandagi 3 ruhga alohida diqqat qilish kerak. Birinchisi intizomchanlik ruhi. Musulmon yoshlarining layoqatini ko'rsatadigan eng gavdali sifatlardan biri yoshlardagi intizomchanlikdir. Intizomchanlik deganimiz ruhiy va fikriy astoydillik demak. Intizomchanlik ruhi bo'lmagan insonda taat tuyg'usi yo'qolib ketadi. Taat yo'q harakatlarning ijro qilish kuchi ojiz yoki ishonchsiz bo'lib qoladi-da, foydalanish qimmati yo'qolib ketadi. Foydalanish qimmati bo'lmagan iqtidor va qobiliyatning nima ahamiyati? Bundoq kuch ba'zida buzg'unchomil bo'lib qolishi mumkin. Cho'ng yoshlar o'zida intizomchanlik ruhi tiklagan bo'lishi kerak. Ikkinchisi yangilik yaratish ruhi. Millatni taraqqiy qildirishdan iborat ulug'vor g'oyani ko'ngilga pukkan yoshlarda tepilishi zarur bo'lgan sifatlardan biri ijodkorlik ruhidir. Bu ruh yoshlarni jamiyatda orqada emas, oldingi safdan o'rin ola oladigan, o'rin emas, balki ruhliq va faoliyatchan kishilardan bo'lishga yetaklaydi. Burunqilarning izidan emas, burunqilarning izini bir palla yuqori ko'targan holda iqtidorlarini joriy qildirishga elib boradi. Hozir Uyg'ur jamiyatining besim qilmasa, majbur bo'lib qolmasa, suylamasa, ayblab ta'na qilmasa midirlamaydigan bundaq natovan yoshlarga hech ehtiyoj yo'q. Bugun biz islomga va millatga yuk bo'ladigan kishilarga emas, balki islomni qadrlab ko'taradigan harakatchan va ijodkor yoshlarga taxmi muhtoj. Uchinchisi fidokorlik ruhi. Yoshlarni din va millat xizmatiga taxmi loyiq qiladigan sifatlardan biri ulardagi mujohidlik ruhidir. Ya'ni jeni, meli va barliqini eng qimmatli deb qaraydigan qimmat qarashlari uchun qurbon berishga moddiy va ma'naviy jihatdan yetildirishdir. Mujohidlikdan iborat bu sifat yoshlarda Alloh taolaning Alloh mu'minlardan ularning jonlarini, mollarini ularga jannatni berib setib oldi degan oyatini tasdiqlagan holda Janobi Alloh bilan qilgan savdosiga to'liq vafo qilish engi turg'izdi. Bundaq yoshlar qilgan ishlarida faqat Allohdan savob umid qiladi. Vaqtini, zehnini, kuch-quvvatini Alloh roziligi uchun sarf qilishdan aslo yenib qolmaydi. O'z qobiliyatini fidokorlik bilan Allohning diniga xizmat qildirdi. Demak, yoshlar o'zlaridagi talantni joriy qildirish uchun yuqorqi 3 sifatga ega bo'lgandilar vatan millatga yaramliq va foydali yoshlar safidan o'rin olgan bo'ladi. Undaq bo'lmaydi ekan, ularning erishgan natijalari faqatlam shaxsiy manfaat uchun xizmat qiladi va oxirida ummat kutgan yoshlardan bo'lolmaydi. Shu sababdan aziz yoshlar, biz bugun o'zimizni yana bir qatam tekshirib boqishga muhtoj. Ajaba biz bugun haqiqatan millat va vatan uchun kurash qilyapmiz yoki millat va vatanning nomida o'z shaxsiy manfaatlarimizni qamdayapmiz? Qilayotgan ishlarimizdan qanchalik millatning manfaati va kelgusi uchun bo'lyotidi degandek savollarni o'zimizdan so'rab turishimiz va isloh qilib turishimiz kerak. Ulug' Alloh hammamizga to'g'ri o'lcham va to'g'ri niyat ato qilsin.